Bugungi obzorimizda yangi avlod gibrid avtomobili Geely X5 EMI haqida gaplashamiz. Gibrid avtomobilimiz 110 km elektrda, 945 km benzinda harakatlanadi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi jihatdan sizga qaysi avtomobilni eslatib yubordi? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Oldi tarafda LED optikalari, 360 kameralari hamda parktroniklari bilan jihozlangan. 19-razmerdagi Goodyear ballonlari, besklyuchovoy dostуп, slipovoy zonalari mavjud. Salon qismiga keladigan bo'lsak, hozirdagi trenddagi ranglardan bo'lgan eko koja perforatsiyali, eshik ochishga qismlari ham yumshoq material, qo'l qo'yadigan joylari koja, o'rindiqlarimiz elektron boshqaruv tizimiga ega bo'lib, isitish hamda sovutish tizimi bilan jihozlangan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, rullari ham juda ham neobычный ishlangan. Multimedia tizimini bemalol rul orqali boshqarishingiz mumkin yoki bo'lmasa cruise control sistemalarini rul orqali upravlение qilishingiz mumkin. Head-up displaylari mavjud avtomobilimizda. Premium Flying Sound akustikalari bilan jihozlangan. 16 ta kolonka hamda bitta subwooferlari bor. Avtomobilimiz 256 xil rangda salon podsvetkalari mavjud. 15.6 dyuymli katta monitor orqali avtomobil barcha funksiyalarini markaziy monitordan boshqarishingiz mumkin. Беспроводной zaryadka, bu yerda esa qo'shimcha mexanik knopkalar orqali iqlim nazorat qilish tizimini boshqarishingiz mumkin. O'rtada ikkita paststakanlik hamda kattagina barlari mavjud. Avtomobilimizda orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqalari ham juda ham kenggina. Orqa salon eshik ochishga qismlari ham yumshoq material. Salonni ichi juda ham keng, 3 kishi bemalol o'tirib ketish mumkin. Oldi o'rindiqni oxirigacha surib qo'yganda ham orqada yetarlicha joy mavjud. Orqa uchun alohida havo chiqarish uchun deflektorlari hamda orqa obogrev sistemasi, bitta USB va bitta Type-C tizimi mavjud hamda telefonni qo'yib qo'yish uchun joylar ham mavjud. O'rta konsolda ikkita paststakanliklari mavjud. Avtomobilimizni orqa tarafdan ko'rinishi qaysi avtomobilni eslatib yuboryapti sizlarga? Orqa bagajlari elektron boshqaruv tizimiga ega bo'lib, 560 litrdan oshiq yukxona hajmiga ega. Orqada ham shtorkalari mavjud. Gibrid avtomobilimizning narx-navolari sizga qiziq bo'lsa, biz bilan bog'laning. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lib qo'ying.